Assalomu alaykum hamyurtlar. Mana chizildi nimadan yasaysiz, materiali qanaqa bo'ladi deganlarga manga javob sifatida bu videoni olyaptik. Xo'p. Oltiga 3 profil. Mana. 3. Bunaqasi 6. Mana 6ga 3 profil. Qalinligi. Xo'p. Mana ko'rinadigan tomondan chiqing. Xo'p, qalinligi. To'liq 3. Xo'p, bundan hozir 76 razmerlik motoblokka shu chizilchasiga zakaz tushgan. Shuni hozir kesib qo'yib boramiz. Kuzatib boring. 76 chizilcha uchun biz hozir mana materiallarni kesib ham oldik. 76 chizilcha uchun biz umumiy hisobda 84 santimetrdan ikkita asosiy o'q kesib oldik. 40 santimetrdan eniga kesib oldik mana. Mana 84 dan bu yoqqa ko'rsat. 84 dan bu 40 santimetrdan. Xo'p, bunisi o'rtaga ulanadigani 28 santimetr, 15 santimetr, 10 santimetr. Bularning hammasini joyini mana hozir terib qo'yib beraman. Xo'p, bu oldi o'q, orqa o'q. Bular ikkita yona mana shuna qo'yiladi. Mana ikkita yona. Xo'p, endi bu o'rtasi mana bu yog'ini oldin qilaylik. Bu o'rtaga zamok. Har doimgidek bu oldiga ulanadigan mana bu bilan. Oldiga ulanadigan qilamiz. Bu mana bundoq bo'ladi-da, yonida ulanadigan bo'ladi. Yasalish jarayonlarining videosini yig'ib qo'yishga harakat qilamiz. Kuzatib boring. Mana yurtdoshlar, 76 variantimiz ham 17 talik motoblokka 17 talik motoblokka bitdi. Xo'p, buni o'zimizdan bir akamiz Qashqadaryoga deb tayinli zakaz qilganlar. Mana butgan holati, kraska qilinmagan holati mana shundoq. Buni kraskalarini qilib, xudo xolasa ertaga egasiga topshiramiz. Xo'p, buni 120 lik, 140 lik, 90 lik qilib hamma odamni anusiga qarab, zakasiga qarab tayyorlab beraveramiz. Hammaga rahmat. Like esdan chiqmasin.